Diqqat, bizda yangilik. Karavan Medline klinikasiga Xorazm viloyatida yagona bo'lgan, Italiyada ishlab chiqarilgan zamonaviy lazer apparati o'rnatildi. Ushbu lazer apparati yordamida prostata bezi adenomasining oltin standarti hisoblangan lazer infilyatsiyasi, ya'ni polip operatsiyalari bajarilmoqda. Bu operatsiya orqali bemorlar prostata bezi adenomasidan bir kun ichida xalos bo'lishlari mumkin. Endilikda qo'shni viloyatlarimiz aholisi ham prostata bezi adenomasidan kesmasdan, og'riqsiz, chandiqsiz lazer apparati yordamida xalos bo'lishlari mumkin. Bundan tashqari klinikamizda buyrak siydik yo'llari toshlarini kesmasdan endoskopik olish va barcha turdagi laparoskopik operatsiyalar eng zamonaviy usullar yordamida davolanmoqda. Qo'shimcha ma'lumotlar olish uchun quyidagi telefon nomerlariga murojaat qilishingiz mumkin. Karavan Medline, sizning dardingiz bizning dardimiz.